Do'stlar, hozir men bir narsani o'ylab qoldim. Bo'zaylarimni yana qo'ra qilib qo'raga qo'yib olaymikan yoki baylaqda turursinmi? Sizlarning fikrlaring qanday? YouTube'ga kommentariyasiga yozib qoldirishlaring. Yozib qoldirsalaring foydali bo'lardi do'stlar menga. Men bilasizlar, boshida yoshligida qo'ra qilib baxtim. Qo'rani o'ziga yarasha foydasi, o'ziga yarasha ziyonlari bor. Ziyon emas, noqulayliklari bor. Shu bilan birga mana hozir arqanda ham o'ziga yarasha noqulayliklari bor. Ko'rib turibsizlar, uni sariqda olani. Uje nima desa, tumshug'i bukilib qolgan, boshda nuftida turgani sababli. Qo'rani bir yaxshi tarafi o'zi xohlagan joyiga borib yotadi, quruq joyini o'zi hamma yo'g'ini quruq qilib qo'yasiz, yaxshi joyiga o'zi borib yotadi do'stlar. Baylaqning yaxshi tarafi tagini tozalashingiz oson bo'ladi. Eng yaxshi tarafi o'sha. Tagini bemalol tozalasangiz bo'ladi. Qo'rada bo'lsa unaqa emas. Kamida 3-4 kunda bir tozalashingiz kerak. Tagini quritganingizdan keyin. Shvedda qo'tir paydo bo'lib qoldi ko'zini oldida. Agar bundan oldingi videolar ko'rayotgan bo'lsalaring, o'zini mazini surkab, dorilarni surkab yo'qotdi. Hozir yana tuk chiqishni boshladi. Hozir suvni berdim. Hozir ikkalasi mana shu kichkina bo'zaychalar bir paqirdan suv ichishdi. Bu esa sigir 3 paqir suv ichdi. Qishki kunida 3 paqir adashmasam zo'r. Yeyotgan narsalari ham quruq narsa emas do'stlar. Somonni uyutib, kepak kunjara bilan aralashtirib, nam holatda beraman. Namlik darajasi gideta bunday ushlab turib siqsangiz 1-2 tomchi suv chiqadigan darajada bo'lishi kerak. Namlik darajasi xuddi shunaqa. Hozir yeb bo'lgan yemlarini. Keyin aytganman, biz oldingi silosdan chiritib qo'yganmiz yozgidan, o'shini quritib olib qo'yilgan, hozir tashlanyapti. Mana yeyishyapti, sekin o'zlari xohlaganda yeyishyapti. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Qo'raga qo'yaymi yana yoki baylaqda tursinmi? Qaysi biri foydali bo'lsa, foydali tarafini yozib qo'yinglar, o'zlarining fikrlaringni. Do'stlar, sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Quvali bola kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilarimiz ko'paymayapti. Foydali videolar ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Qani? Qashqa.